O'zbekistonda hali bunaqa prank bo'lmagan. Hasan Fotima Zuhra birinchi chiqsin. Hozirda o'qilamiz. Korzinkaga kiramiz. Ikkalovligi narsa xarid qilishadi, pul to'lab chiqib ketishadi. Xuddi o'sha narsani olib turib, biz pul to'lamasdan chiqib ketishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Sotuvchi sezadimi, sezmadimi? Agar kayfiyatingiz ko'tarilsa, bitta yurakchani bosib qo'ying. Kasr ko'rib qolmadimi? Ozgina qoldi lekin. Nima olamiz? Nima olamiz? 50 boy narsa o'raydi. O'tgan safar jilet oluvdik. Bu safar ikkita Rafael olamiz. Xullas, bittasi sizlarga, bittasi bizga. Birinchisini chiqib ketasizlar, keyin orqonidan biz chiqaramiz. Salafanga soldirmaysan faqat. Tushundingmi? Salafanga soldirmaysan. Qarama, pulini to'lab chiqib ketaman, sen to'lamaysan. Biz to'lamaymiz. Davay, omad. Yuring. Ko'ramiz nima bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Qorninglar. Ha, shuni hisoblab bering. Charchamayapsizlar? Yo'q, paket charchamayapman. Yo'q. Nech pul aka? 100. Hoppa, ana. Rahmat aka. Bo'ldi, ular o'zi olib ketdi. Bildirib qo'ymaylik, hop. Ketib tur. Aka, mana salafanga solib bermadingiz-ku. Ha. Kichkina bo'ladimi, katta? Yo'q, katta beravering. Rahmat aka. Uzr alaykum aka, tatsiminglar. Nima bo'ldi? Bilmadim. Ha, bilmadim. Pulni berib o'ynaysan? Ha, pulni berdi. Qadrdonlar ko'rib turganinglarda sotuvchi akamiz sezmadilar. Endi nima qilamiz borib? Pulini to'laymiz. Pulni to'laymiz ketdi. Aka, sizlar sotib olingan narsaga pul olinmaydimi? Yo'q. Ha? Nimaga? Yo'q, biz просто Hasan hisobotni zo'ralar. Короче, prank qiluvdi aka. Mana bu narsalaringiz nima deymiz endi? O'zim ham g'alati ketdi to'g'risi aka. Sotuvchingiz. Agar sizlarni ham kayfiyatingizni ko'taradigan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib qo'yamiz. Fotima Zuhra uchun lekin отдельный like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi.